Mana shunaqa manzarali Istanbulda uyingiz bo'lishini nima deysiz? Dengizni bo'yida bu biz hozir balkonda bu duplex bu uyimiz. Balkondan chiqamiz. Mana shuna ham balkon. Barbekyu, shashlik, mashlik qilsa bo'ladi. Bu oshxona, ya'ni salon qilib o'tirsa ham bo'ladi. Keyingina oshxona. Bu ikkinchi qavatda biz ikkinchi qavatdan boshladik. Qiziq tarafi bu alohida ikkita kirish bo'ladi. Mana bu yerdan kiramiz va mana shu ko'rsatganlarim o'zi ich tarafdan sanuzel bor. Juda ham keng sanuzel. Zamonaviy jihozlari juda ham sifatli. Keyin bu yerga bitta xona, yotoqxona qilish mumkin yoki bolalar xonasi bo'lishi mumkin. Bu yerdan ham manzara Osiyo, sokinlik, Istanbul. Bu yerda ham kichikroq balkonchasi bor. Tushamiz. Qarang. Shunaqa kengina zinalarni ham juda sifatli qilgan. Ya'ni ba'zi uylarda bo'ladi yuqori baland zinalar yoki chuvdan, taxtadan qilingan. Mana bu esa ikkinchi, ya'ni bu ikkita xo'jalik ham yasholadi. Bu yerdan ham alohida kirish bor. Podyezlardan ham manzara ko'rinadi. Mana shunaqa kengina, shinamgina podyez, liftlari yangi. Bu yerdan ham alohida kirish bor. Kirishdan ko'rsatamiz. Bu yerga yana bitta oshxona. Bu salon emas, oshxona. Xuddi shunaqa balkon bor, yuqoridagidek. Keyin bu yerda yana bitta sanuzel, xuddi shunaqa katta sanuzel. Bu yerda kattaroq detskiy deysizlarmi, spalnimi, xohlagan o'yin qilishini ham kabinet qilib, manzaraga qarab, kayf qilib ishlash ham mumkin. Mana bu yerga eng katta mehmonxona, sizni mehmonlaringiz keladigan salon mana shu yerda bo'ladi. Mana bu tarafdan balkon bor, dengiz manzaramizga. Ya'ni juda ham ko'p balkonli uy desam bo'ladi. Mana bu manzara, Marmara, dengiz, o'rmon, toza havo, sokinlik. Yana bitta balkon bor. 3 ta balkon. Bu yerda chiqmaydi, faqat havolantirish uchun. Oynalar fransuskiy stil deydi, ya'ni boshdan oyoq. Bu yerda ham uzun balkon bor. Bu taraf ham manzaraga qaragan, bu taraf yashillik, bu taraf shahar, dengiz. Boshqa ortiqcha so'zni o'zi kerak yo'q. Murojaat qiling agar Istanbulga, Turkiyaga ko'chmas mulk kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Obuna bo'lib qo'ying. Faqat uylar emas, Turkiya haqida ko'p qiziqarli ma'lumotlarni bizdan olishingiz mumkin. Sog' bo'ling.